Musofirlar uchun noxush xabar. Rossiyada musofirlar foydasiga ishlaydigan qonun endi atmen bo'ldi. Endi siz Rossiyada 90 kundan ortiq yura olmaysiz. Bu nima degani? Videoni Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan va Rossiyada yurgan har bitta inson ko'rishi shart. Shuning uchun albatta videoga maksimal darajada like bosing va videoni yaqinlaringizga, musofirdagi akalarimizga va musofirga kelmoqchi bo'lgan yaqinlarimizga jo'natib qo'yinglar. Endi ogohlikka chaqirib qolaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, keyin kommentda fikrlarni yozib qoldirasizlar. Avvalambor assalomu alaykum, Suhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 5-noyabr 2025-yil. Bugun Rossiyada nollashtirish qonuni, migrantlarga nisbatan ishlatiladigan nollashtirish qonuni rasman bekor qilindi. Ya'niki bu nima edi? Rossiyaga kelasiz, kelganingizda migratsionga olasiz va kelib registratsiyaga qo'yasiz. Registratsiya 3 oy bo'ladi. 90 kun davomida siz bemalol dokumentsiz ham yursangiz bo'lar edi. Endi bundan buyog'iga mana shu 90 kun o'tishi bilan siz O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lasiz. Endi granitsaga chiqib kelib, buni o'zi bilan qutulib qolmaysiz. Oldin granitsaga chiqib kelardingiz, yangi registratsiya olib, yana dalish davom etardingiz. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Bu degani migrantlarga nisbatan yanada kuchli o'sha e'tibor qaratilyapti va tazyiq kuchayapti va migrantlar ustidan kontrol yanada kuchaymoqda. Agar siz 90 kun davomida patent olmasangiz, registratsiyani o'zi bilan yuraman deb keyin granitsaga chiqib kelsangiz, siz sirrazi reyestrga tushirilasiz. Ya'niki siz endi Rossiyada nelegal bo'lib qolasiz. Bu degani siz yarim 50% deport degani. Endi bundan buyog'iga Rossiyaga keldingizmi, registratsiyani emas, birinchi o'rinda patent harakatini qilinglar. Granitsaga chiqib kelasizlar, mana mashinalarimiz bor. Kimga granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Avaz akamiz, Erkin akamiz granitsa xizmatini olib borishyapti. U yerdan kelgandan keyin registratsiyani qanday qilamiz Zuhriddin deydigan bo'lsa, mana Avaz akamiz bor. Registratsiya xizmati, dokument, deport запрет tekshirish, снилс, трудовой договор, uydimleni, pasport переводmi, снил, nima kerak bo'lsa dokument xizmati bo'yicha Avaz akamizga tez uchranglar. Ana undan keyin registratsiyani olgandan keyin patentga boraverasizlar. Ana shu registratsiya bilan. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida hamma joyda registratsiya bazasida turadigan ishonchli yilni Avaz akamiz sizlarga qilib beradilar. Bilasizlar, Moskva hamda Moskovskiy oblastda faqat kvartirada turmaydigan boshqa hamma qiladi. Kvartirada turadiganlar registratsiya kerak emas. Kvartiradan tashqari, ya'ni общежитiyada yashaydigan va 17 yoshga to'lmagan har bitta odam uchun registratsiya kerak, qog'oz registratsiya. Ishlash maqsadida kelib kvartirada turadiganlar registratsiya qilish shart emas. Sizlar qilmanglar. Aminoni o'zi sizlarga yetadi. Shuning uchun qolganlarga Avaz akamizni tavsiya qilyapman. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburgda ham bor. Sankt-Peterburglar uchun hammaga kerak. Xoh общежитiyada tursin, xoh kvartirada tursin. Xullas, mavzudan chetlashmaymiz. Demak, bu yangi qonun bugundan kuchga o'sha rasman bekor qilindi, o'sha nollashtirish qonuni. Endi faqat patent bilan yura olamiz xolos. Registratsiya bilan yurib, registratsiyam tugagandan keyin yana borib granitsaga chiqib kelaman de, bemalol yana yuraveraman 3 oy degan narsa yo'q. Endi siz 1 yilda 90 kun yurasiz xolos registratsiya bilan bez dokument. Bu rasman reyestrga tiqiladi agar 90 kundan ortiq yursangiz. Bu degani, agar siz patent qilmasangiz, 1 yilda 3 oy Rossiyada yurasiz, 9 oy O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda yurishga majbursiz patent qilmasangiz. Shuning uchun endi iltimos ogoh bo'linglar, Rossiyaga kelayotganlar ham registratsiya bilan yuraman degan ham xayol qilmanglar. Granitsaga chiqib kelganlar ham, granitsaga chiqib keldingizmi, Erkin akamiz mana aytib o'tganimdek Temur akamiz bilan ana undan keyin siz registratsiyani qiling Avaz akamiz bilan, ana undan keyin patentni olingda bexavotir 1 yil bemalol yurishingiz mumkin. Mana shunaqa bugunga yomon xabar edi. Albatta, musofirlar uchun yaxshi, yomon yangiliklar aynan Zuhurda musofir kanalida bo'ladi. Videomiz maksimalni tarqatinglar, hamma ko'rsin, hamma ogoh bo'lsin, toki ertaga reyestrga tushib qolmasin. Toki Rossiyaga yangi kelgan odamlar patent bilan kerak emas menga, men registratsiya bilan yuraman degan xom xayollarni miyalaridan chiqarib yuborishsin. Biz ogohlikka chaqirib qolamiz. Albatta amal qilish o'zingizdan. Musofirdagilar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yana o'sha gap, iltimos tezroq dokument qilib olinglar. Bu albatta bundan keyin hamma uchun zarur va shart bo'ladi.